Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men YouTube ga birinchi video qo'yganimga ham 1 yildan oshibdi. Shu vaqt ichida anchagina qiyinchilik, anchagina mashaqqatlar bo'ldi. Mana endi biz yangicha talqinda, yangicha yo'nalishda serial boshladik. Mana endi har hafta juma yangi seriya chiqadi. Bugungi seriyada mening 3 ta maqsadim bor. Birinchisi hashamatli uy qurish, ikkinchisi barglardan devor ko'tarish, uchinchisi pechenya tayyorlash. Albatta, Anilan dublyaj uz YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ikkinchi qismni chiqishini xohlasangiz, albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz esa boshladik. Mana biz va nihoyat Minecraft o'yinidamiz. Jin ursin, ozgina hayajonlanyapman. Ha, men anchadan beri bunday yo'nalishda qo'l urmagan edim. Hozirda menda hech vaqo yo'q. Men ozgina hayajonlanyapman. Chunki qaranglar, atrofim bo'm-bo'sh, lekin hammasi ajoyib bo'ladi. O, qishloqmi? Yo'q, bizga qishloq kerak emas. Biz birinchi navbatda la'nati nima edi bu? Shoshma. Jin ursin, meni ari chaqdi. Agar men arilarga bildirmasdan daraxtni chopadigan bo'lsam, ular meni yana chaqishadimi? Yo'q. Demak, ishni davom ettiramiz. Ha, mana endi ozgina yaxshi bo'ldi. Mana quyosh ham botyapti. Tabriklayman do'stlar. Biz birinchi kunni eson-omon o'tkazib olyapmiz. To'g'ri, biz hali to'liq bir kun yashamadik-ku, lekin mayli. To'g'ri, men o'lishim ham mumkin, lekin bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Axir men Minecraftdagi eng yaxshi o'yinchilardan biriman-ku. La'nati zombilar, bu qayerdan paydo bo'ldilar? La'natlar, ular meni otyaptimi? Jin ursin, menga zudlik bilan kravat kerak. Kravat. Kechirasiz, lekin bu mening joyim edi. Uzr janob, keling, men hozir hammasini to'g'rilayman. Hozir men seni xursand qilaman. Qani qol bu yerdan la'nati. Men sasigan uyingni remont qilaman. Xo'sh, remont qanday chiqibdi? La'nati unga yo'qmadimi? Mayli, o'zing bilasan. Biz va nihoyat birinchi kunni eson-omon o'tkazib oldik. Mana endi biz iloji boricha ko'proq oziq-ovqat olishimiz kerak. Chunki meni bilasizlar, men doim ochman. Ha, men boya aytganimdek, men juda ham ochman. Meni kuni bilan chakagim tinmaydi. Mana endi men bu yaqin 15 daqiqa ichida och qolmayman deb o'ylayman. Yo, sizlar menga qaranglar. Birinchidan qo'limda o'zi non turibdi, to'g'rimi? Ikkinchidan esa men pechenyaman. Sizlar hozirda bir pachka pechenyaga qarab turibsizlar. Hattoki menda narx ham bor. La'nati. Yo, sizlar menga qaranglar. Men yuradigan pechenyaga o'xshayman, to'g'rimi? Mana endi bo'ladigan ishga o'tamiz. Biz tezroq o'zimizga zirhli kiyim yasab olishimiz kerak. Chunki boya 10 daqiqa oldin men o'lib ketishim mumkin edi. Boshqa bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Men o'zimga zudlik bilan g'or topishim kerak. Mana bu g'or menga to'g'ri kelsa kerak. Qani? Bu o'zi ahmoqona xayol edi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham pastga tushamiz. Jin ursin, shuncha katta g'orda bir bo'lak temir bormi? Ustimdan kulyapsanmi? Shunday katta g'orda bir bo'lak temir bor. Boshqa joyni qidirmasam ham bo'ladi. Men qo'rqmadim. Do'stlar, mana buni ko'ryapsizlarmi? Men yaxshi ko'rgan bloklardan biri. Bu med. Bu qayerdan tushib qoldi bu yerga? Hozir kimdir baqirdimi? Menimcha quloqimga eshitildi. Jin ursin, oppoqqina ishtonimni sarg'aytirib qo'yishimga sal qoldi. Kelinglar, resurs kavlashda davom etamiz. Chunki men zirhli kiyim yasamasam bo'lmaydi. Jin ursin, yana ozgina temir chiqdi. Nima balo, bu o'yin meni yomon ko'radimi yoki bu g'or meni ustimdan izolyatsiya qilyaptimi? Mana bu boshqa gap. Men tilla izlovchiman. Menimcha men Krutoyman. menimcha sal dag'al bo'ldi. Jin ursin, shunisi yetmay turdi. Yo xudoyim. Jin ursin. Bular uchovi ham erkak ekan-ku. Men 3 ta marvarid oldim. La'natlari. Bular qayerdan paydo bo'ldi? G'or ichidan suv oqadigan yo'lak topdim. Xo'sh. Mana bu yerda ametist toshi bor ekan. Menimcha men tepada nimanidir ko'rganga o'xshayman. Qani ko'tarilaylikchi. Qoyil. Jin ursin, bu yerda yorqin kalmarlar bor ekan-ku. Bittasi o'lib qoldi-ku. Oshna, hozir men seni qutqaraman. Bu yerda bir nechta ekan. Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Uzr oshnalar, boshqa safar qutqaraman. Va nihoyat men birinchi olmosni topdim. Qani, iltimos yana bir nechta. Ulardan bor yo'g'i 2 dona ekan. Mayli. Yorqin kalmarlar o'zini jonini xatarga qo'yib, meni olmoslar oldiga olib keldi. Sizlar nobud bo'lganingizdan men afsusdaman. Men sizlarni eslab turaman. Sizlar meni xotiramda bo'lasizlar. Axir bular meni olmos topishimga yordam berishdi. Mana endi menda bitta savol bor. Men qanday qilib birinchi la'nati olmosni topdim, ko'mir topmasdan oldin? Men bir dona ko'mir ham topmadim.
Men o'zimga zirhli kiyim ham yasa bilmayapman. Men bu g'orda bomijda yuribman. Jin ursa menga bir dona bo'lsa ham ko'mir kerak. Qani bo'la qol, menga hech bo'lmasa bir dona ko'mir kerak. Yer la'nati. G'orni tubiga kovlab ko'mir izlagandan ko'ra, oddiy g'orlardan ko'mir izlasam bo'lmasmidi? Xullas, gap bunday. Men qanday qilib bo'lmasan ko'mir izlab topishim kerak. O, qo'yil, men va nihoyat ko'mir topdim. Va nihoyat menda ham zirhli kiyim bor. Buning uchun anchagina vaqt sarfladim. Mana endi hardkor o'yini uchun eng qiyin topshiriq qoldi. Uy qurish uchun yaxshiroq joy izlashimiz kerak. Men uy qurish uchun joyni menimcha bir necha soat izlasam kerak. Xullas menga omad tilanglar, men izlashni boshladim. Bunga qaranglar, menimcha men ikki do'stim paydo bo'ldi shekilli. Ular meni ortimdan kelishyapti. Ko'zlari mehrga to'la deb o'ylamayman. Bo'ldi, hazil-huzulni yig'ishtiramizda ishga kirishamiz. Men uy qurish uchun shunday joy xohlaymanki, atrofimni baland-baland tog'lar o'rab olsa deyman. Tog'larda qor yog'gan bo'lsa, xullas musaffo osmon, baland tog'lar. Men o'ylaymanki, bunday joyni topish uchun meni bir necha soat vaqtim ketadi. Men qidira-qidira jungliga duch keldim. Bu yer ham yomon emas, lekin bu yerda tog'lar ko'rinmaydi. Bu yerda kakao daraxti bormikin-a? Menimcha mana bu baland daraxtlar bo'lsa kerak. Bu yerda sigirlar ko'p ekanmi? Menimcha bu yerning yerlari ser unum, ser baraka. Mana bular nima bo'ldi? Menimcha bular tarvuz shekilli. Yana bilmadim. Mana bu yerda kakao ko'p ekan. Men ularni terib olaman. Chunki men pechenyelar fermasini qurmoqchiman. Xullas men har bir qismda bir sandiq pechenye tayyorlamoqchiman. Xullas shunaqa gaplar. Kelinglar, jungli o'rmonlardan ozgina bug'doy ham terib olamiz, yog'ochlar ham olamiz. Yana ozgina kakao olamiz. Jin ursin, mana bu sigir mendan nima xohlayapti o'zi? Ana, kish bu yerdan. Shunaqa ham beso'la qay sigir bo'ladimi? Menimcha men o'zimga yaxshigina turargoh topdim deb o'ylayman. Albatta, syomka uchun ham. Men mana shunday tekis bo'lgan biomalarni yaxshi ko'raman. Bu yer ham ajoyib. Uning ortida esa yam-yashil jungli bor. Mening ortimda esa baland tog' bor. Bu sal uzoqroqda joylashgan, lekin mayli, ko'rinishi ajoyib. Kelinglar, men sizlarga bu yerni nima uchun o'zgacha ekanligini aytib o'taman. Chunki aynan bu yer qiziqarli bo'ladi. Bu yer haqida nima deyishim mumkin? La'nati. Mana bu yomg'ir tugagandan so'ng men sizlarga gapirib beraman. Ajoyib, men sizlarga bir narsa ko'rsataman. Mana. Qadrli obunachilar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Menimcha chiroyli, to'g'rimi? Sizlar mana bu landshaftga bir qaranglar. Bu yerda ko'p narsalar qursa bo'ladi. Mana bu tog'da bahaybat pechenye qursa bo'ladi, yoki bo'lmasam barglardan devor ko'tarsa bo'ladi. Sizlarni bilmadim-ku, lekin menga mana bu ikkita qoya yoqyapti. Chunki bular dengizning o'rtasida joylashgan. Lekin bu yerda bitta minus tomoni bor. Men turgan joyning o'rtasida savanna joylashgan. Sizlar mana buning rangiga bir qaranglar. Yer rangingga uray seni. Xo'sh, demak biz uy qurish uchun yangi joyga ko'chib kelgan ekanmiz. Mana endi kerakli materiallarni yig'ishimiz kerak. Chunki men uysiz butun umr yashab bilmayman-ku. Albatta uyni chiroyli qilib qurishimiz kerak. Mana bu joy ajoyib ekan. Bu yerda sharshara bormi? Mana g'or ham bor ekan. Tezda u yerni ko'zdan kechirib chiqish kerak. Ko'raylikchi u yerdan nima topib olib chiqar ekanmiz. Sizlar bilasizlar menga g'or yoqishini. Yaxshiyamki u shundoqqina tagimda ekan. Do'stlar, qaranglar, men nima topib oldim. Junglida kamdan kam uchraydigan jonzot. Agar to'g'riga e'tibor bilan qarasangiz, bahaybat itga ko'zingiz tushadi. Uning ko'rinishi g'alati-yu, lekin quloqlari katta ekan. Yer la'nati, u meni ko'rib qoldimi? Jin ursin, g'alati jonzot ekan. Menimcha bu itbachchadan ozgina uzoqroq yurgan yaxshi. Uni ko'rdingmi, orqaga qaramasdan qoch. Jin ursin, shunaqa ham yoqimtoy bo'ladimi? Sizlar bunga qaranglar. Xullas men shunday qilib bir muddat ichida ozgina resurs yig'ib oldim. Chunki men Minecraft hardcore rejimida birinchi uyimni qurmoqchiman. Mana endi uy qurishni boshlaymiz. Bu yerdagi barcha begona o'tlarni yulib oldim. Jin ursin, o't terish uchun bunchalik ko'p vaqtim ketmagan edi. Qachon dasturchilar o't yuladigan yaratishar ekan? Yoki kimdir menga begona o'tlarni yulishga yordam beradimi? Agar xohlovchilar bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar. Mana endi bu yerni tekislab chiqamiz. Deyarli begona o'tlarni yulib chiqdim. Mana endi bu yerni tekislab chiqaman. Yer uncha ham qattiq emas ekan. Mana endi uy qurishni boshlaymiz. Ko'rinishini qanday qilsam ekan uyni? Men uyni yaponskiy stilda qilmoqchiman, chunki ko'rinishi ozgina ko'rkamliroq. Oldingi uylarni o'rta asrdagi uylarga o'xshatib qurar edim. Hozircha uyni qanday qurishni bilmay turibman. Mayli, kelinglar, shunchaki qurishni boshlaymiz, bir nima kelib chiqmaguncha. Balkim bu bema'ni uylarga o'xshar. Balkim bir nima o'ylab toparman. Birinchi navbatda zina qurishdan boshlayman. Perillani mana bu yerga o'rnatamiz. Chunki men ularni doim mana shunday qilaman. Keyin esa uni tepadan mana bunday olib o'taman, bum bum bum. Mana shunday. Mana bu burchakka esa ozgina bambuk ekaman, jungli atmosferasini berish uchun.
Mana bambuklar ham tayyor. Men bambukni juda ham baland o'sishini xohlamayman. Shuning uchun uni ip bilan bog'lab qo'yaman. Xo'sh, kelinglar, mana endi uyni fundamentdan qurishni boshlaymiz. Men bu uyni juda ham kichkina qurishni xohlamayman, xuddi mana bu uyga o'xshab. Men uyni kattagina va ko'rkamgina qilib quraman. Xonalari ham juda ham ko'p kichkina bo'lmasligi kerak. Xullas, qurib bitkazganimdan so'ng bu uydan ko'chib ketmayman. Xullas, uyni yetarlicha bahaybat qilib qurishga harakat qilaman. Men mana bu yerga kichkina bo'lsa ham balkon quraman, chunki ertalab toza havoga chiqib qoyalarga qarashim uchun. Lekin mana bu yerga bambuklar o'sib qoyani to'sib qo'yadi-ku. Obbo. Mayli, nima ham qilamiz? Ekkan narsani chopib tashlamaymiz. Chunki avvalambor tabiatni asrashimiz kerak. Men mana bu yog'ochlarni po'stlog'idan ajratishim kerak, chunki shunday qilsam chiroyli ko'rinadi. Men bu uyni ko'rinishini ko'rkamliroq, chiroyliroq va hashamatliroq qilib quraman. Videoni oxirida esa uy qanday ko'rinishga kelganini ko'rasizlar. Kelinglar, devorni mana shunday balandlikka olamiz. Qani boshladik. Mana boshlanishi yomon emas. Menimcha ko'p kichkina emas, to'g'rimi? Tushunursan, mana bu bambuklar o'sishda davom etyapti-ku, ha? Ha, mayli. Mana endi uyni eshiklarini yapon stilida quramiz. Chunki yaponskiy eshiklar suriladigan bo'ladi. Menimcha mana bu to'g'ri kelsa kerak. Mana ko'rinishi yomon emas. Men mana bu yerni devorlarini oq qilmoqchiman, lekin yer osti dunyosiga hali tushish niyatim yo'q. Menimcha u yerda plato toshlari bo'lsa kerak. Chunki bir o'tganimda ko'zim tushgan edi. Tomni esa qora yog'och bilan qurmoqchiman. Nima uchun aynan qora yog'och bilmadim, chiroyli ko'rinsa kerak. Qani bo'lmasam qora yog'och olib kelish uchun olg'a. Agar men ikki qoyaning o'rtasidan o'tadigan bo'lsam, tog'larga duch kelsam kerak. Vo, baliqlar. Vo, mana buni qoyani o'rtasi desa bo'ladi. To'g'risini aytsam, bunday qoyalardagi katta teshikni birinchi marta ko'ryapman. Mana biz yetib keldik. Yo tavba, bu qanday g'or bo'ldi? Mana men aytgan plato tog'i. Jinursin, bunday g'orni hali ko'rmagan edim. O, bu marjon qoyalardagi rifmi? Bu yer juda ham chiroyli ekan. Agar bu yerni buzib tashlasam, menimcha sizlarga yoqmasa kerak. Ya, men hech qachon bunday qilmayman. Axir bunday go'zallikni kim ham buzardi? To'g'rimi, Alisher? Bekor qarab o'tirmasdan like bos. Video hali uzun. Bizga birozgina yer kerak bo'ladi va bir ozgina qora yog'ochlar ham. Lekin yerni ehtiyot qilish kerak, eshityapsizlarmi? Yerni ehtiyot qilish kerak. Yerni olinglar, ekin ekinglar, ishlov beringlar va Minecraftni ko'proq o'ynanglar. To'g'risini aytsam, men ham yerda ishlaganman, lekin yerda qanday minerallar borligini men bilmayman. Xullas, kanalga obuna bo'ling-da, ishingizni davom ettiring. Ha, jinosan, men devorni rangini bunday bo'lishini xohlamagan edim. Ha, mayli, na iloj, axir menda kvars toshlardan yo'q. Nima ham qilardim, ko'nikishga majburman. Jinursan, buni rangini qaranglar, lekin iloj yo'q. Mana endi tomni qurishni boshlaymiz. Ko'ramiz tom qismiga qora yog'och qanday ko'rinish berar ekan. Lekin borgan sari menga bu uy yoqib boryapti. Kommentariyada yozinglar, uy yaponskiy uylarga o'xshab boryaptimi? Balkim qayerdadir xato qilayotgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Mana endi uyni davomini qurishni boshlaymiz. Birinchi navbatda uyni devorlarini ko'tarishni boshlaymiz. Axir men qayerdadir yashashim kerak-ku. Mana tayyor. Men yanada qiziqroq bo'lishi uchun bir nechta detallar qo'shdim. Menga uyning eng yoqadigan tarafi bu uning orqasi. Men mana bu yerni ozgina chiqardim panaroq bo'lishi uchun. Mana bu yer esa orqa hovli bo'ladi. Chunki men bu yerga bir nechta ferma qurmoqchiman. Axir menga ozuqa kerak. Mana serialning birinchi qismi ajoyib boshlandi. Mana endi navbat ikkinchi topshirig'imizga o'tamiz. Uning uchun men mana bu jungli botqoqlarga botishimga to'g'ri keladi. To'g'risini aytganda, bu jungli juda ham ulkan. Xavotir olmanglar, menda qaychi bor. Kelinglar, daraxtlarni, barglarini birma-bir kesa boshlaymiz. To'g'risini aytsam, do'stlar, daraxtlarni, barglarini kesishni yoqtiraman. Oddiy daraxtni, barglarini kesishdan ko'ra junglidagi daraxtlarni, barglarini kesish menga yoqadi. Mana jungli daraxtlardan men yetarlicha barg oldim, lekin menga hali ko'p kerak bo'ladi. Men oldin barglardan devor ko'targanimda deyarli 2 sandiq barg ketgan edi. Lekin hozirda men sandiqlarni ko'paytirmoqchiman. Chunki keyingi qismlarni bundan ham qiziqarliroq qilaman. Bu yerga sandiqlarni qo'yamizda, uni bargdan to'ldiramiz. O, men olmosni ko'ryapmanmi? Bu olmosni yeri bilan ko'tarib olish kerak. Jinursan, menga skeletlar hujum qilyaptimi? Mana endi do'stlar, maymun rejimini yoqamiz. Birinchi sandiq barglardan to'ldirildi. Ha, mana bu quyosh botishiga bir qarang, qanday chiroyli.
Biz junglidamiz, buni tushundim, lekin jungli daraxtlarning ustida mushuk nima qiladi? Bu daraxtning uchiga qanday qilib chiqdi ekan? Menimcha bechora Mallavoyga yordam kerakga o'xshaydi. Kes Mallavoy, yer la'nati. Ana kes Mallavoy, yer la'nati. U mendan hattoki qo'rqmayapti ham. Balki u jarohatlangandir, shuning uchun qochmayotgandir. O'zi ahvoling yaxshimi sen la'nat mushuglar? O'lib bo'lib qolganmi nima balo? Mana buni qaranglar, bu yerga qizil va ko'k papugaylar bor ekan. Senga don berardim-u, lekin o'zimda bir burda non yo'qdi. Do'stlar, men tez orada qaytaman. Mana va nihoyat ikkinchi sandiqni ham to'ldirib oldim. Uchinchi sandiqni ham to'ldirib oldim. To'rtinchi sandiqni ham to'ldirib oldim. Bum! Menimcha do'stlar, soat necha bo'lganini payqagan bo'lsangiz kerak. Bu degani nonushta qilish vaqti keldi. Sizlar nonushtani tayyorlayveringlar, men hozir kelaman. Do'stlar, meni bir savol qiziqtiryapti. Men barglardan bahaybat devor qurmoqchiman. To'g'rirog'i devor qurish uchun menda hali yetarlicha barglar yo'q. Shuning uchun barglardan devorni mana bu yerda qurmoqchiman. Ey yo'qolay la'nat qo'y. Savanna. Jin ursin, bunday biomalarni o'lguday yomon ko'raman. Mayli, na iloj, barglardan devorni qurishni boshlayman. Jin ursin, do'stlar, qo'lim shunaqangi og'riyapti. Mayli, nola qilmaymizda qurilishni davom ettiramiz. Agar kanalga yangi qo'shilgan bo'lsangiz, men sizlarga yana bir bor tushuntiraman. Bu devor barglardan yasalyapti. Men videoning har seriyasida eng yaxshi kommentariy yozgan obunachilarimdan birini tanlab, uni YouTube kanalimga kommentariyasini zakrepit qilib qo'yaman. Bu degani uning kommentariyasi har doim birinchida turadi. Shuning uchun hoziroq kommentariy yozing va bu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar devorni o'zgartirish kerak bo'lsa, albatta uni ham kommentariyada yozib ketinglar. Balkim obunachilarimdan birini ismini mana shu devorga katta qilib yozib qo'yishim ham mumkin. Xo'sh, hozircha biz barcha sandiqlarni barglar bilan to'ldirdik. Mana bizning devorimizning ko'rinishi. Mana barglardan yasalgan devor tayyor. Men hali barcha barglarni ishlatmadim, chunki ularda menda hali ko'p. Demak, ikkinchi topshiriqni ham bajardik. Men kommentariyada faol bo'lgan obunachilarimdan birini tanlab, uni devorga ismini yozaman. Shuning uchun albatta kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Aytgancha, Instagram profilimga ham obuna bo'linglar, silka pastda. Mana endi 3-topshiriqqa o'tamiz. Biz pechenya ishlab chiqaradigan fabrika qurishimiz kerak. Chunki har bir seriyada hech bo'lmasa bir sandiq pechenya tayyorlashimiz kerak. Men boshqalar tayyorlagan videodan ko'chirish niyatim yo'q. Shuning uchun kelinglar, biz boshqacha yo'lni tanlaymiz. Buning uchun bizga yog'och va kakao kerak bo'ladi. Bahaybat bug'doy fermasini quramiz. Men bilmayman pechenyalar fabrikasini qayerga qurishni, chunki har bir seriyada pechenyalar fabrikasi kattalashadi. Lekin savanna meni xavotirga qo'yapti, chunki men u yerda hech nima qurmadim. Kelinglar, fabrikani savanna yerlarga quramiz. Birinchi navbatda daraxtlarni chopamiz. Aytgancha, sizlarga yana bir eslatma. Keyingi yangi qismlar har juma kunida chiqadi. Men bir haftada ikkita video qo'ya olmayman, chunki bilasizlar, videoni dublyaj qilish oson emas. Shuning uchun keyingi yangi qismlarni har juma kunida kutinglar. Sizlarga va'da beraman, yangi qismlar borgan sari qiziqarliroq bo'lib boraveradi. Serialning har bir qismi sarguzashtga boy va qiziqarliroq bo'ladi. Shuning uchun keyingi qismni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib, bu videoga like bosish esdan chiqmasin. Bu videoda albatta ajdarho va mayak uchun ham ov bo'ladi. Bu serialimiz boshqalarning videosiga o'xshamaydi. Shuning uchun video qiziqarli bo'lishi uchun boshqa videolarga nisbatan sarguzashtlarga boy bo'ladi. Biz bu videoda faqatgina shunchaki qurilish bilan shug'ullanmaymiz, chunki bu qiziqarli bo'lmaydi. Biz video davomida uchar qanotlarga ega bo'lamiz. Undan keyin Ender ajdarxoni o'ldiramiz va uning tuxumlarini olamiz va mayaklarni qo'lga kiritamiz. Shunday qilib bu o'yindan butunlay o'tamiz. Biz juda ham tezlashmaymiz, lekin juda ham sekin bo'lmaymiz. Lekin bularni barchasiga ulgurishim uchun albatta bu yaxshigina vaqt talab qiladi. Xo'sh, men boltaga ega bo'ldim. Mana endi menga yana ko'proq temir kerak bo'ladi. Men o'zimda bor resurslarni ishlataman, lekin menda hali ham oziq-ovqat yo'q. Bu yerda menga anchagina qiyin bo'lyapti. Chunki men bu yerda uy qurdim va barglardan devor ko'tardim. Mayli, boraveraylikchi, yo'limizdan chiqqan hayvonlarni o'ldirib o'zimizga oziq-ovqat olamiz. Bu olgan go'shtlarim men uchun ozgina quvvat bo'ladi. Chunki ko'rib turganingizdek ochlik darajam tugab boryapti. Men bu go'shtni yovvoyiga o'xshab xomlayin yemoqchi emasman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda menga oson bo'lmayapti. Barcha olgan go'shtlarni qovurib olamiz. Suv ichmasak tiqildi-ku. Mana bu yerda ozgina ekin uchun yer tayyorladim. Bu bug'doylar katta bo'lib, pechenya tayyorlashimga yetsa kerak. Jin ursin, yetmadi. Shuning uchun yerni yana kengaytiramiz. Nima uchun ekinni savanna yerlarga ekyapman? Chunki mana bu la'nat yerni ham ser baraka qilmoqchiman. Jin ursin, bu o'tlarning rangiga qaranglar. Har rangingga o'raysini. O't ham shunaqa rangda bo'ladimi? Bu la'nati yerni unumdor qilgunimcha qolgan sochlarim ham oqarib, to'kilib ketsa kerak. Bilasizlarmi, bu o'tning rangi qornoriq odamni bo'qiga o'xshaydi. Mana shuning uchun ham savanna biomalari yoqmaydi menga. Birinchi navbatda mana bu la'nat rangsiz o'tlarni bu yerdan yo'qotaman. Mana shu meni birinchi maqsadim. Menimcha mana shuncha bug'doy yetsa kerak, chunki bug'doy donalari qolmayapti.
Kelinglar, mana bu suvni ustini qopqoq bilan yopib qo'yamiz. Hosil terayotganimda tushib ketmasligim uchun. Jin ursin, bu yerga ishlash uchun qishloq aholilaridan bir nechtasini yo'llashim kerak. Chunki bunday ishlar men uchun emas. Mana meni kichkina bug'doy fermam tayyor. Mana endi bu yerga bir nechta fakel yoqamiz. Har yangi seriya chiqqanda biz bug'doy fermani borgan sari kattalashtirib boraveramiz. Ajoyib bo'ladi. Jin ursin, bular qayerdan paydo bo'ldi? Uxlash kerak. Qoyil, nima bo'lyapti? Quyosh yoqmayaptimi sizlarga? Senlarga menga o'xshagan shiringina pechene yoqadimi? Qani kel, bilmasam ol meni. Ana bila qol, kela qol la'nati itemgan. Ma, qo'lim kerakmi senga? Ma, kut. Ma. Nima bo'ldi? La'nati rasvo qo'ling yetmayaptimi? Ha, o'yla. Mana endi kakao fermasini yaratamiz. Men bularni porshillar yordamida juda ham tez qursam bo'ladi, lekin menda qizil tosh yo'qda. Shuning uchun bularni qo'lda qo'yib chiqaman. Mana bu kolonnalarning orasini 2 blok qilamiz. Mana shundagina har biriga kakao ekish uchun menda joy bo'ladi. Balkim keyingi qismlarda yog'ochlarga porshillar o'rnatib chiqarman. Knopka bosilgandan so'ng barcha kolonnalardan kakao unib chiqadi. Mana shundagina ekinlarni olish osonroq bo'ladi. Faqat bu g'oyalar kelajakda bo'ladi. Balkim keyingi qismdadir. Kelinglar, hozircha ishga qaytamiz. Xo'sh, kakaolarni o'rnatib chiqamiz. Mana pechene tayyorlash uchun barcha masalliqlar bor. Mana endi ozgina kutsak bo'ldi. Xavotir olmanglar, keyingi qismlarda bug'doy fermasini ham, kakao fermasini ham kattalashtiramiz. Serialning oxiriga kelib esa pechenelarni ko'paytiramiz. Do'stlar, birinchi qism ham tugay deb qoldi. Kelinglar, video davomida nimalar qilganimizni ko'rib chiqamiz. Biz bu yerda juda ham chiroyli bo'lgan qoyalarni uchratdik. Keyin esa yapon stilida chiroyli uy qurdik. Hozircha uyning ichkarisi bo'm-bo'sh. Albatta keyingi qismda ichini ham to'g'irlaymiz. Yana biz barglardan devor ko'tardik. Biz yangi kun boshlaymiz. Bu kun pechenelar deb nomlanadi. Biz har bir qismda pechenelarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Sizlarga videoning birinchi qismi yoqdi degan umiddaman. Qolgan qismlar esa har juma kuni chiqadi. O'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.